Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Alloh buyuk yaratuvchi, olamlar Robbisi. Undan o'zga iloh, ma'bud yo'q. U hayot beruvchidir. Ehtiyojdan pok, abadiy, yagona va betakror. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. U muhtoj emas. U zot har qanday dam olish turidan pokdir. Uni mudroq ham, uyqu ham olmas. Chunki u zot charchoqdan xolidir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Osmonlar u yerdagi narsalar ko'rinadimi, ko'rinmaydimi? Seziladimi, sezilmaydimi? Baland u past, mikroskopik. Osmondami, yerdami, ichkaridami, tashqaridami? Barchasi u zotnikidir. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni. Kim? Uning maxluqlardan qaysi biri? İnsonlardanmi, yoxud jinlardanmi, farishtalardanmi, hayvonlardanmi kim u bilan raqobatlasha oladi? Kim uning huzurida o'zining iznisiz shafoat qila oladi? Hech kim. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. U zot ularning hayotlaridagi har qanday narsadan xabardor. Kelgusidan nimalar kutayotgani-yu, boshidan nelarni o'tkazgani, oldilaridagi narsani ham, ortlaridagi narsani ham bilur. Va la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Aql berilganlardan, insu jinlardan hech biri uning ilmidan hech narsani ihota qila olmaslar, magar o'zi xohlaganini xolos.